Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 2010 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı her yılının 30 Ağustos gününü g'oyib qilib o'tilganlar xalqaro xotira kuni deb bekitgan edi. Shuningdan buyon har yili 30 Ağustosda diktator hokimiyatlar tarafidan g'oyib qilib o'tilgan insonlar alohida eslab o'tilmoqda. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti 30 Ağustos kuni Twitterda 2017 yil g'oyib qilib o'tilgan Uyg'ur folklor tadqiqotchisi Dr. Rayla Davud haqida maxsus yozma e'lon qilgan. Ular yazmasida Xitoy hukumatining Rayla Davud haqidagi ma'lumotlarni yushirayotganligini, Rayla Davudni o'z ichiga olgan g'oyib qilib o'tilgan barliq Uyg'ur tutqunlarining darhol qo'yib berilishi kerakligini o'ttirib qo'ygan. 30 Ağustos kuni Diplomat gazetida Xitoy hukumati tomonidan g'oyib qilib o'tilgan Uyg'urlar haqida maxsus maqola e'lon qilgan. Maqolada BDT xalqancha tutqunga qarshi turish xizmat guruhining Xitoyning Sharq Turkistonda majbur g'oyib qilib o'tgan Uyg'urlar haqida texim ko'p isbotlar bilan ta'minlanganligini o'ttirib qo'ygan. BDT xalqancha tutqun qarshi turish xizmat guruhining doklatiga qaraganda, hatto turmaga solinganlarga rasmiy sud ochilgan ochilmaganligi aniq emas. Bo'libmi lager sistemasida soqchilarning xalqan kishini lagerga yoki turmaga solaydiganligi ko'rsatilgan. Uzun muddatli turmaga solingan kishilarning yana o'xshash shaklda turmaga tashlanmaganligi haqida hech qanday isbot yo'q. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqancha tutqun qarshi turish xizmat guruhi o'tgan 2 yilda Xitoy hukumati tomonidan g'oyib qilib o'tilgan Uyg'urlarga oid ayrim 3 doklad e'lon qilgan edi. Ular e'lon qilgan dokladida adabiy obzorchi Yalqin Rozi, jurnalist Qurbon Mahmud, Bag'dash Torning qurg'uvchisi Akbar Asad, doktor Gulshan Abbas va Erkin Asiya radiosi muxbiri Nuriman Abdurashidning Qashqardagi barliq oila a'zolari Dadis Abdurashid To'xti, opsi Tajigul Qodir, inlari Ahmadjon Abdurashid va Muhammad Ali Abdurashid qatorliqlarning erkinligidan mahrum qilinishida xalqaro qonunlarning nurg'un moddalariga xiloflik qilinganligi ko'rsatilgan. Dokladda Xitoy hukumatining ularni darhol va shartsiz qo'yib berishi talab qilingan. Xalqancha tutqun qarshi turish xizmat guruhining dokladida xalqaro qonunga asoslanganda sistemli holda xalqancha tutqun qilish qilmishining insoniyat qarshi jinoyat bo'lib hisoblanganligi o'ttirib qo'yilgan. Xizmat guruhining dokladida qo'yib berilishi talab qilingan shaxslarning g'oyib bo'lganiga 6-7 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ularning taqdiri texicha noma'lum ekanligi ko'rsatilgan. Shundaqla ularning hammasining darhol qo'yib berilishi talab qilingan. Uyg'ur Erkak Tashkiloti 30 Ağustos kuni Xitoy hukumati tomonidan g'oyib qilib o'tilgan Uyg'urlar haqida maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatidan g'oyib qilib o'tilganlar uchun aniq javob va adolat talab qilgan. Diplomat gazetida e'lon qilingan maqolada Xitoy hukumatining BDT organlarining ko'rsatgan isbotlari va talablariga qilchi pisand qilmasdan tutqunlarni turma yoki lagerlarda g'oyib qilib o'tishni davomlashtirayotganligi, bu qilmishlarning Xitoyning insoniyat qarshi jinoyat o'tkazishni hilam davomlashtirayotganligi to'g'riliq isbot bilan ta'minlanayotganligi ko'rsatib o'tilgan. Mazkur maqolaning avtori Xitoy kishilik huquq qo'g'duvchilari to'rining tadqiqotchisi William Ney apandi bu haqda Erkin Asiya radiosi qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy o'zining xalqaro jamiyat tarafidan madaniyatlik va taraqqiy qilgan davlat deb ko'rilishni umid qiladi. Holbuki necha minglagan gunohsiz kishilarni o'limga uzatgan Xitoy hargiz madaniyatlik davlat bo'lib sanalmaydi. Buni Xitoy amaldorlari, shundaqla ziyolilari cho'qim o'ylashi kerak. Biz hozir faqat bir konubka orqali dunyoning har qanday yerdagi kishilar bilan ko'risha oladigan yuqori texnik davrda yashayapmiz. Holbuki Xitoy g'oyib qilib o'tgan tutqunlar to'g'riliq ularning chet ellardagi urug' tuqqanlari hilam xabar ola olmaydi. Bu ahvol insoniyatning ig'ir tragediyasidir. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 30 Ağustos kuni doklad e'lon qilib, navbatda bir qism g'arb sayohat shirkatlarining Xitoy hukumatining atalmish vaziyatni normallashtirish siyosatini qo'llash yuzasidan Sharq Turkistonga sayohatchi aparmoqchi bo'lganligini, ammo Xitoyning jinoyati davomlashayotgan, Uyg'urlarning kimligi va hamma narsa yo'q qilinayotgan bu vaziyatda u joyga sayohatga berishning jinoyatga ko'z yumishli emas, Xitoyga yordam berish bo'lganligini o'ttirib qo'ygan. Hamda chet el sayohat shirkatlarini Sharq Turkistonga sayohatchi aparishni to'xtatishga chaqirgan. Dokladda bildirilishicha, Go-Way Travel qatorliq bir qism chet el sayohat shirkatlari Xitoyning Ipak yo'li sayohatchilik planiga qaytilmoqchi bo'lgan. Ammo Xitoy taraf ularga Turpan, Qashqar, Urumchilardagi nuqtaliq joylarni va atalmish Shinjong muzeyi degandek o'rinlarni ko'rsatadigan bo'lib, bularning hech qaysisi erkin sayohat emas, balki Xitoyning o'rinlashtirishi bilan bo'ladigan ekskursiya hisoblanadi. Ba'zi sayohat shirkatlari Sharq Turkistonga sayohatga borganda Uyg'ur oilalarini ziyorat qiladiganligiga va'da bergan. Ammo Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bildirishicha, Uyg'ur oilalari o'zining chet eldagi tuqqanlarini chaqira olmayotgan va ko'risha olmayotgan ahvolda chet eldan borgan sayohatchilarning ularning uyiga berishi munosib emas ekan. Dokladda mundaq deyilgan. Ular sayohatchilarni kutgan taqdirdami o'z xohlab emas, hukumatning zo'ri va bir qo'lliq o'rinlashtirishi bilan kutib oladi.
Xitoy hukumatı davlat tashviqot vositalarini keng ko'lamda ishga solishdan boshqa yana dunyoga dangliq ijtimoiy taratqulardan foydalanib o'z ta'sirini kengaytirish harakatini qo'zg'agan. 29 avgust kuni siyosatchi to'g'rida e'lon qilingan bir maqolada aytilishicha, Xitoyning qonun ijro qilish o'rinlari bilan aloqasi bo'lgan shaxslar va guruhlar Facebook, YouTube, Twitter, Medium, Quora qatorliq 50 necha ijtimoiy aloqa to'g'rida Xitoyning tashviqotini qildi ekan. Meta şirketiga tava Facebook to'rining oshkorlashicha, Facebook hozir 8000 abont, Instagramda 15 abont Xitoyni qo'llaydigan temada suhbat elib bordi ekan. Ular yana YouTube kanali, Quora va boshqa ijtimoiy aloqa vositalariga kirib, Xitoyga foydali tashviqotlarni qildi ekan. Xitoyning mustabid hokimiyatiga bog'lanishi bo'lgan bu abontlar koronavirusni Amerika tarqatdi degandek o'sak so'zlarni e'lon qilish bilan birga, Amerikaning Tayvanni qo'llashini tanqidlaydigan yozmalarni va inkoslarni ko'plab e'lon qilgan. Ular yana Angliya ayol podshohi Elizabetning o'lishini Angliyaning sobiq bosh vaziri Liz Truss bilan munosabatli deb fitnaga tarqatgan. Xitoyning bundaq tormoqlislariga egishadiganlar 550 mingdan eshib ketgan. Maqolda aytilishicha, Xitoyning tor dunyosida ta'sir qo'zg'ash harakati elib borganiga 1 yildan ko'p vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, uncha ko'p odamni jalb qila olmagan. Dunyoga ta'sir ko'rsatadigan fikr iqim paydo qila olmagan. Ammo Xitoy hukumati taxim ko'p odamlarni ishga silib, davomli turda o'zini danglash, o'zini oqlash, Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosini set ko'rsatish, kelar yili Yevropa ittifoqi, Amerika va Angliyada o'tkazilgan cho'ng saylam boshlanishidan avval saxta va yolg'on uchurlarni tarqatib, saylamga ta'sir ko'rsatishga urinmoqda ekan. 8 ayning 26 kuni Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinpingning Urumchida atalmış Uyg'ur avtonomiylik partikom, hukumat va Bingtuan katta boshlarining dokladini anglagandan keyin Sharq Turkistonning strategik o'rnining alayda muhimligini ta'kidlab, bu rayonda yo'l qo'yib kelgan bostirish siyosatlarini taxim kuchaytirish to'g'risida yo'l yo'riq bergan edi. Xitoycha Tangirtaq to'ri Xinjiang gazeti to'rining 29 avgust kuni bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, atalmış avtonom rayon bo'yicha Shi Jinpingning so'zini yetkazish, o'g'inish va izchillashtirish cho'ng yig'ini ichilgan. Atalmış avtonom rayonlik partikom va Bingtuan partikom sekretari Ma Xingray yig'inda qilgan so'zida Shi Jinpingning muhim so'zining ro'yini o'g'inish va izchillashtirish rayonimizning navbatdagi va buningdan keyingi bir mezgildagi eng cho'ng ishimiz va eng muhim siyosiy vazifamiz degan. Ma Xingray bu yig'inda Shi Jinpingning Xinjiangning uzun muddatli aminlikini saqlash uchun qonun bayrog'ini egiz ko'tarish, qonunni qo'ral qilish, terrorlik qarshi kurash qilish bilan muqimlikni kuchaytirishni qonunlashtirish va doimlashtirish, hammani tegidan tuzash, yiltizidan davolashni kuchaytirish degan ta'limotini qat'iy ijro qilishni ta'kidlash bilan birga, milliy rayondagi kadrlarga qo'yiladigan 4 alayda talab bo'yicha kadrlar qurilmasini yaxshilash, kadrlarning kasbiy safosini o'stirish, ikkiyuzlimchilarni tuzash xizmatini qonun bo'yicha kuchaytirish qatorliqlarni o'ttirib qo'ygan. Ilgirki xabarlarimizdan ma'lum bo'lgandek, Uyg'ur kadrlarini ikkiyuzlimchi qalbga kaydirib jazolash, Xinjiang davrida o'ttirga chiqqan harakat bo'lib, qaysi kadrni jazolash tamoman Xitoy amaldorlarining ro'yichi bo'lib kelgan. Hatto Xitoyga eng sodiq deb qaralgan Uyg'ur amaldorlarimi 200 bo'lib jazolanishdan qechib qutulolmagan edi. Ma Xingrayning bu so'zni qayta ta'kidlashi Uyg'ur amaldorlarining yana bir maydon tozalash harakatiga duch kelganligidan bishorat berdi ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.